Avvalgi videolarimizning birida uzum marketda savdo qilish uchun YTT qulaymi yoki MCHmi degan masalani o'rtaga qo'ygan edik. Bugungi videomiz aynan shu haqida. Dastlab YTT va MCHni soliq to'lash tartibi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Agar siz YTT sifatida faoliyat olib bormoqchi bo'lsangiz, to oborotingiz 100 million so'mga yetgunga qadar har oy bir xil belgilangan summani to'lab borishingizga to'g'ri keladi. Masalan, bu summa Toshkent shahri uchun hozirgi kunda 1 million so'm. Viloyatlarda nisbatan kamroq qilib belgilab qo'yilgan. MCH sifatida faoliyat olib bormoqchi bo'lsangiz, to daromadingiz 1 milliard so'mga yetgunga qadar qilgan daromadingizdan 4% soliq to'laysiz. Buning yaxshi tomoni daromad qilmasangiz soliq to'lamaysiz. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz ko'proq daromad qila oladigan bo'lsangiz, sizga YTT qulayroq bo'ladi. Chunki tasavvur qiling, 80 million so'm daromad oldingiz birinchi oyda. YTT bo'lsangiz 1 million so'm soliq to'laysiz. MCH bo'lsa buni 4%, ya'ni 3 million 200 ming so'm to'lashga to'g'ri keladi. Lekin daromadingiz o'xshamadi. Teskarisi bo'lib qoldi. Masalan, birinchi oyda 3 million so'm savdo qildingiz. Ana shu 3 million olgan daromadingizdan agar YTT bo'lsangiz 1 million so'mni soliqqa to'lashga to'g'ri kelib qoladi. MCH bo'lsa shuni 4%, ya'ni 120 ming so'm to'lashingiz kerak. Shuning uchun biznes boshlashdan oldin buni hisob-kitobini qilish kerak va shunga qarab turib faoliyat turini tanlash kerak. Gazlamasin.